Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan mototsikllarni qanday qizib ketishini oldini olish hamda qanday qilib buni mo'yka qilish haqida gaplashamiz. Qarshisida ko'rib turganingiz 400 kubali injektor motorli ABS sistemali Kawasaki modelidagi mototsikl. Bu replika, ya'ni Xitoy varianti. Asosan ko'p replikalarda Xitoy variantlarida qizib ketishi juda ham ko'p bo'ladi. Ya'ni buni radiatorida ba'zi hollarda termostatni ochmay qolib qizib ketishi mumkin. Ya'ni termostat radiator sovutishga ulgurmay qolishi mumkin. Shunaqa holatlarda bunga qo'shimcha tarzda bu yerda knopkasi bo'ladi. Avarinkani mana shu knopkasida bemalol ventilyatorga pryamoy knopka qo'yib turib ishlatsalar ham bo'ladi. Mana shunda mototsiklingiz qizib ketmaydi va motori ushlab qolmaydi. Ko'p yangi mototsikl olganlarda shu termostat yoki radiatorini ventilyatorga qaramasdan mototsiklni motorini ushlatib qo'yayotganlar juda ham ko'p. Buni oddiy yechimi shu joyga bitta knopka qo'yib olish bo'ladi. Mototsiklni xarid qilganingizdan keyin, ya'ni sizga bu doimiy ham 100% holatda to'liq tayyor holatda yetib bormaydi. Birinchi navbatda qarab oladigan joyingiz mana bu joyda yog'i yetarlicha kuyilganmi degan ma'noda mana bu joyini ko'rib olish kerak. Ya'ni ikkita chiziqcha bo'ladi bu yerda, pasti va yuqorida. Mana shu yuqoridagi chiziqchadan tepada turish kerak albatta moy. Va jitkisiga qarab olish kerak. Jitkisi mana bu joyda tepasida o'zini maksimal, pastda minimal degan joy bor. Shu joyini ko'rib olish kerak va mototsiklni haydayotganingizda tablosida suv datchigi bo'ladi. Agar suv datchigi yaxshi ishlayotgan bo'lsa, o'rtadan o'tib ketmasligi kerak. Agar o'rtadan o'tib ketayotgan bo'lsa, demak ventilyator yaxshi sovutmayapti yoki radiator sovutish tizimida qanaqadir muammo bor yoki suv kam bo'ladi. Shu narsalarga albatta e'tibor berish kerak. Agar bulardan bittasiga e'tibor bermasangiz, motoringiz aptetkadan chiqmasdan oldin ushlab qolish ehtimoli bo'ladi. Ya'ni ko'p holatlarda ko'pchilik buni be'tiborlik qiladi, qaramaydi bu joyga yoki sraz ustaga borib usta bilan maslahatlashib o'ziga moslab olmaydi va mototsiklni buzilib qoldi, menga buzuq narsa sotibsiz degan narsa yuzaga keladi. Mototsiklni mo'yka qilish, ya'ni karter qilishda nimalarga e'tibor berish kerak? Asosan mana bu joyda elektron qismi bo'ladi, tablosi va mana bu joyda miyasi bo'ladi. Karterni mana shu masofada uriladi. Ya'ni karterning uchi mana bu joyda turishi kerak. Ya'ni mana bu masofaga olib kelib karterni urib bo'lmaydi. Qizib kelib turib, sirazi mo'ykaga qo'yib yuborilmaydi. Kamida 10-15 minut sovutiladi va sovutilgandan keyin mana shu masofada, ya'ni taxminan mana shuncha masofada uzoqlikda karter uriladi. Pena sepiladi. Ya'ni mana bu qismiga pena sepiladi va motor ichkariga unchalik kirib ketishmasligi kerak va mana bu qismiga pena sepiladi. Shundan keyin karterni uzoq masofada mana bunday qilib urilgandan keyin suv bilan penalar tushirib olgandan keyin kamida 10 daqiqadan keyin mototsiklni yuvib bo'lganingizdan keyin 10 daqiqadan keyin buni o'tatish kerak. Agar yuvib bo'lish siz bilan o'tatib yuboradigan bo'lsangiz, elektronikasi qay joygadir nam totib, buni motorini miyasi kuyib qolishi mumkin. Shuning uchun 10-15 daqiqa buni albatta suvlari oqib, sal qurishini kutish kerak bo'ladi. Bu mototsiklimiz ovozi juda ham baland, yangi boshlovchilar uchun ayni muddao va yengil boshqariladi. Ya'ni hech qanaqa boshlanishga qiynalmaysiz. Bemalol osongina boshqarsangiz bo'ladi. Hozir ovozini eshittirib ko'rsataman. Ya'ni gaz hatta boshladi. Hozir shu holatda 5 apparatni gazini bosib tashladim. Agar 10-11 dog' beradigansiz, jam tayyorsiz aylanib ketadi. Va mototsiklga doim haydashdan oldin mana bu chap tarafdan o'tish kerak bo'ladi. Mana bunday chap tarafdan mototsikl o'tiradi. O'ng tarafdan o'tirish juda ham noqulay va yiqilib ketish ehtimoli bo'ladi mototsiklning o'ng tarafdan o'tirish uchun. Va chap tarafdan o'tiriladi. Bu mototsiklga passajir yo'lovchilikni mana bu joyda ish oladi, mana bu joyda oyoq qo'yadigan joy bor. 2 kishilik kishini ko'taradi va 2 kishini bilan harakat qilsa bo'ladi. Mototsiklni to'ldirgandan keyin mana bu joyda, ya'ni bu korobka, 6 talik korobka bo'ladi. Ya'ni birinchi ba'zilarda tepada, ba'zilarda pastda bo'ladi. Asosan birinchi ko'pida pastda bo'ladi. Ya'ni mana bu seplenani bosib, pastga bitta bosganingizda tabloda 1 ko'rsatadi. Ya'ni elektronik tablo bunda va buni muvofiqlashtirib gaz bilan seplenani mashina qanaqa qo'yib yuborsangiz, xuddi shunaqa qo'yib yuborsangiz ketaveradi. Tezlashib olganingizdan keyin seplenani bosib yana ikkiga olib yo'lda davom ettirsangiz bo'ladi. Minish unchalik qiyin emas. Uy sharoitida agar mototsiklingiz bo'lsa, mahallaga olib chiqib 5-6 soat mashq qilsangiz, bemalol o'rganib olasiz. Hech qanaqa qayergadir borib 500-600 ming so'm pul berib kimdandir mototsiklni o'rganish shart emas.
shunaqa nazariya bilan agar ilgari mashina mingan bo'lsangiz, yana ham buni minish osonroq bo'ladi. Agar video sizga foydali va manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bilan podpiska bosib, kommentariyada qo'llab-quvvatlab qo'ysangiz juda ham xursand bo'lamiz va keyingi safar sizga mototsikl bo'yicha yana ham foydali ma'lumotlar chiqarishga menga motivatsiya bo'ladi. Hammaga rahmat.